12 viloyatda aylanamiz desam, to'g'ri yozibdilar. Okey, xalqqa nima foyda bundan deb. Bu ham to'g'ri. Shuning uchun xalqimizdan so'raymiz. Nima qilib olaylik? Men endi bir 10 ta telefon, 5 million pul olib borib, o'sha tarqatish kerak bo'lsa tarqatib, obunachilarimizga berdiguniga berib kelmoqchi edi. 12 viloyatga borishdan maqsad yangi taomlardan yeb, ko'rib, tanishtirib, shaxsiy brendlarni rivojlantirib, shunaqa holatida o'shanga hayronman hozir. Nima deysizlar? Boraylikmi 12 viloyat bo'ylab, yo'q bormaylik. Hamma rizq o'zi bilan deyishadi. Nima deysizlar? Zapravkaga kirsam, okazon sot yurgan ekanlar, damashniisi. Yomon tortadi bu. Bismillah. Nimta tarafchi ekan. Nima deysizlar? Aka o'zingiz ko'rib qolsangiz, Ladada 4 ta oldim-ku, o'sha bo'lamanda. Safar chiqaylikmi? Yangi safar boshlaganmiz, ehtiyot. Agar mana shu videodan boshlayveraman. Mana shu video 10 mingta like, 10 mingta komment bo'lsa pul, prosta. Safarga 12 ta viloyatga 10 ta telefon bilan kamida 5 million pul bilan konkurslarni qilib, o'yinlarni qilib chiqib boramiz. Albatta homiylarni olamiz. Homiylarni yo'ldan olamiz. Endi qanaqa homiy chiqadi, yo'q bilmayman. Любой homiy bo'lsa olamiz. Videoni montaj qilib, dublyaj qilib o'tirmayman. Shundoq qilib olaman. Homiylar tez aloqaga chiqing. Bismillah. Bugun yengil bo'lganini eslaymiz. Bismillah. Alhamdulillah.